Sen aytib qo'y, inverter bilan off-on konditsioner farqi, elektr energiyada farqisi, hop 30-40% bo'ladi. Masalan, mana inverter 30-40% ekonom qiladi konditsioner. Off-onda 30-40% ko'proq rasxod qilasiz, tok xarajati, energiya xarajati. Farqi puskda qo'shadigan paytida, misol 25 gradusga qo'ysangiz konditsionerlarni, 25 ga qo'ysangiz, o'sha 25 gradusda o'chib xonangizni yonsa tashqi agregati, o'shandagi taq deb qo'shgandagi farqidagi 30-40% farq qiladi puskda. Inverter konditsioner motorlarida o'zi avtomatik bir xil, 1-2 tokki ko'tarib olib chiqib boradi. Masalan, podograflarda issiqqa yoqqaningizda unda haligi tenligi bor, tensizi bor. Masalan, teni bor konditsionerlarni o'shani issiqligi kamligini hisobga olganda, meni tushunishim bo'yicha, endi ustalar ham yana bilishadi o'zlari. Meni tushunishim bo'yicha o'sha issiq kamroq konditsionerga добавочный teng qo'shadi. Zo tensiz konditsionerlar deyishadi, uni issiq o'zi normada bo'ladi-da. O'shan deb hisoblayman men. Ya'ni bilmadim, yani boshqa ustalar nima deysa, yani o'zlari bilishadi-yu. Meni shunchalik darajada endi hozir mana shu konditsionerlarni reklama qilib turibmiz, endi haligi e'lon berib turibmiz. Bizga asosiy trubkani zakaz qilsani bo'ldi.